dunyodagi eng zo'r quruvchi deb eshitdik. Shuning uchun namozgoh loyihamizga sizni taklif qildik. Rahmat, Adoshi, rahmat. Birga ishlaymiz bu yog'iga. Sizga ishchi biriktirib qo'yganman. Etib hamma ish bilan tanishtirib chiqadi, o'rgatadi. Kim o'ylasiz berasiz? Men shu loyiha arxitektoriman. Hay bo'lmasa ishi boshlaymiz. Qani meni ishchim, shogirdim. Bera keling. Zo'r loyiha ekan-a? Ha, undan tashqari loyihaning ichida maktab, bog'cha, do'konlar, undan tashqari ayollar, erkaklar uchun atdeni fitness zallar bo'ladi. Siz yoshingiz mos 70% yashil hudud bo'ladi bu yer. Zo'r loyiha. Tushundingmi? Oybek. Ginayim. Tanishgandan xursandman. Chapon qilib o'tirasan? Chap, nima u? Yo'q, mana ishdan tashqari oylikda u. Tushunyapsanmi? Farmat turib, farmat. Yo'q, unaqa narsalar kerak emas. Men halol ishlayman faqat. Kerak emas unaqa bu. O'zim qilamanmi deyman-da. Ha, yaxshi. Ketdik. Yuring, nariyoqlar ko'rsatay. İpi. Ha usta, qayerga ketyapsiz? Mana u yoq qo'ymoqchi edim bular. Qayerga qo'yasiz? Yerda chiqib ketishlar, o'zab olib keling beri. Ana yerda arma karkasida o'qiyman deydi-da. Ana tepada o'tib qo'yibdilar, qurilish bu yoqda bo'lyapti. Qayerdan keldi? Ha? Siz darrov chap qilmoqchi bo'ldingiz-a? Qachon chap qilmoqchi bo'ldingiz? Darrov unaqa ishlaringiz bu yerda qilmang, tushundingizmi? Ishlasangiz halol ishlang. Endidan sizni kuzatib yurayman. Agar darrovdagi narsa olib ketmoqchi bo'lsangiz, boshlig'iga kirib aytaman sizga. Tushundingizmi? Halol ishlang. Nima sen kazo'lmisan? Ha, kazo'lman. Beplana o'tamiz, beplana. Hozir men. Ana. Ale. Chorjon. Sizda bir ish bor. Qarochi, bir ish bor sizda. Qo'y. Armatura o'g'irlash kerak. Yo'q, men hozir bu ish bilan shug'ullanmayapman. Bitta chekishga berdim. Nimadir qo'yish? Chekishga 0.5 qildim, bo'ldimi? Yana nimadir qo'yish? Yarim topamidi. Men roziman. Shunday kirasizda, qo'lingizga tushgan narsani olasizda, orqangizga qaramay qochishingiz kerak. Tushundingiz? Orqangizga qaramay. Hech kim tuta olmasin sizni. Tutsalar lekin soladilar. Tushundingizmi? Marjonaxon, uzr, bezovta qildim. Mana modern house-dan men ham uymoqchiman, o'zim qurgan uylardan. Qanday olsam bo'ladi? Problema emas. 70 oyga foizsiz, peniyasiz to'lab olishingiz mumkin yoki 100% oplata qilasiz, ikkinchi oyni biz sizga sovg'a qilib beramiz. Eng zo'ri kompaniyamiz rahbari Jamshid Mahmudovni Instagramlariga obuna bo'lasiz. Shapka profilida bioda Telegram kanalining linki bor.